Baxtiyor aka, nimadir qilishni iloji bormi? Busiz yashab olmay qoldik-ku. Sizga o'xshagan bemorlar juda ham ko'p. Yechimini biz sizga hozir aytib o'tamiz hammasini. Siz ham burunni ochuvchi spreylar, tomchilardan uzoq paytdan beri foydalanib yurgan bo'lsangiz, bu tomchilarni, spreylarni nojo'ya ta'sirlarini bilmasdan o'zingiz aldab, o'zingizga o'zingiz zarar qilib yuribsiz. Bu spreylarni ko'p vaqt ishlatish oqibatida burunni ko'p qonashi, bosh og'rishi, xotirani pasayishi, asabiylik, yaxshi uxlamaslik, yurak qon tomir sistemasidan yurakni tez urishi, qon bosimining oshishi, ko'z tarafidan ham ko'zdagi o'sha bosimlarning o'zgarishi va ko'z xiralashishiga olib kelishi bu ilm fan tomonidan o'zi isbotlandi. Agar sizda ham bu spreylarga va shunga o'xshagan tomchilarga qaramlik paydo bo'lgan bo'lsa, buni yechimi ikki xil bo'ladi. Davolash yo'li bilan yoki operatsiya yo'li bilan qutulish mumkin. Lor Midland klinikasida barcha operatsiyalar so'nggi zamonaviy texnologiyalar orqali qilinadi. Eng oliy ne'mat sog'liqni asraydi.